Xo'p, sizlar bilan o'tgan mavzuyimizda negativ, ya'ni inkor shakli haqida gaplashdik. Bugun sizlar bilan question, ya'ni so'roq shakli haqida gaplashamiz. Ya'ni past simple, ya'ni o'tgan oddiy zamonni so'roq shakli qanday yasaladi. Bu juda ham oson agar oldingi mavzularimizni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz. So'roq shaklini yasash juda ham oson bo'ladi. Xo'p, bizda negativda nima kerak edi? O'tgan zamonligini bildirish uchun did kerak edi. Endi bizga xuddi shu yana did kerak bo'ladi. Faqat didni subject, ya'ni I, we, you, they, he, she, ya'ni egalardan oldinga o'tkazamiz. Did I, keyin undan keyin verb o'zini ishlatamiz, ya'ni oddiy shaklni ishlatamiz. Bizga hech qanaqa id qo'shish shart emas yoki o'tgan zamon uchun shakli, ya'ni verb. Shu yoqda ozgina tushuntirib o'tay. Ya'ni qaraymiz. Misol uchun deylik, bizda so'z bor, deylik, shu yoqqa yozaman. Tak. Misol uchun do so'zi bor. Do so'zi ingliz tilida verb number 1 deyiladi, ya'ni fe'lni birinchi shakli deyiladi. Endi bizda xuddi shuni do'ni o'tgan zamon shakli bor, ya'ni bu did. Bu verb number 2 deyiladi, ya'ni adashtirmaymiz. Verb number 1 bu now, ya'ni hozirgi zamon uchun, ya'ni present uchun. Endi bunisi deylik past, o'tgan zamon uchun. Ya'ni bu yoqda sizlarga agar strukturasini yozib beradigan bo'lsam, ya'ni subject bo'ladi. Ya'ni subject ega, undan keyin plus qo'shamiz, ya'ni subjectdan keyin ishlatamiz. Verb number 2 ishlatamiz, ya'ni fe'lni ikkinchi shakli agar u irregular bo'lsa yoki shunchaki qo'shishimiz kerak ed. Bu darak shakli edi. Endi agar bizga negativ shakli bo'ladigan bo'lsa, negativ shaklini ozgina tushiramiz. Negativ shakliniki qanaqa bo'ladi? Yana yozamiz biz. Bizga kerak bo'ladi subject, ya'ni subject deganim ega, esimizdan chiqarmaymiz. Subject ega bo'ladi. Subjectdan keyin bizga yordamchi fe'l bu yoqdagi, ya'ni did kerak bo'ladi. Didni o'zini yozamiz, ya'ni did, qisqa shaklini yozib ketaman. Didn't, ya'ni bu yoqda mana yozilgan didn't, ammo uzun shaklini yozib o'tirmadim. Subject plus didn't. Endi undan keyin ishlatamiz. Bu yoqda qaraymiz. Bu yoqda did bo'lgani uchun bizga verb number 2 kerak emas yoki ed qo'shishimiz kerak emas. Shunchaki verb number 1 ni o'zini ishlatamiz. Bo'ldi. Nima uchun? Chunki bu yoqda did o'zi o'tgan zamonni ko'rsatyapti, ya'ni bildiryapti bizga. Bu yordam beryapti, o'tgan zamonligini ko'rsatib. Endi oxirgisi so'roq shaklida bizga albatta yana did kerak bo'ladi. Mana bu yoqdagi did. Did kerak bo'ladi. Birinchi did ishlatamiz. Keyin undan keyin qo'shamiz subject, ya'ni ega I, we, you, they, he, she, it qo'shamiz. Plus yana verb number 1 bo'ladi yoki 2. Albatta verb number 1 bo'ladi. Nima uchun? Sababi bizda bu yoqda did borligi uchun. Xuddi shu. Bu past simple, ya'ni o'tgan zamonni strukturalari desam bo'ladi. Ya'ni agar bu darak shakli, buni bu yoqqa yozib qo'yay. Bu inkor shakli, oxirgisi so'roq shakli bo'ldi. Shu past simple strukturasi bo'ladi.